Andijonda asakasiga kelganmiz. Qaranglar, konteyner profillarda mana shunday tarzda chiroyli bukib berishyapti. Moshli 8 lik profillar. Mana shu profillar chiqarilayotgan jarayonni hozir ko'rsatamiz. Asakali akalarimiz eniga 10 metr, uzunasiga 100 metr qilib konteyner profildan obyektni tomini bekitib berishgan. Bu yerda konteyner profillar ishlab chiqariladigan zavod keling aka bitta ko'rsatib qo'yaylik. Aka ho'llashyapti, charchamanglar akalar. Qarang. Profillar bukilayotgan jarayoni. Moshni. Xudo xohlasa, zo'r. Xo'p, mana shu profillardan foydalangan holda qaranglar, tepasini chiroyli bekitib berishgan, eniga 10 metr, uzunasiga 100 metr. Lyuboy har qanday obyekt tepasini bekitib berishaveradi. Molxona deysizlar, choyxona, oshxona, marojnaxona, hozirgi kundagi qaysi obyektni tepasini bekitish kerak bo'lsa, ekranda raqamdan qoldiramiz, akalarga aloqaga chiqaverasizlar. Asakali akalarimiz, xudo xolasa bugungi kundagi narxlar 170 ming so'mdan 250 ming so'mgacha bo'lyapti. Kraskasi bilan shiferini olib bersangiz, bizning nomimizdan aloqaga chiqsangiz, o'sha bonusiga yopib berishadi. Videoni ko'ringlar, video davomida xudo xolasa raqamdan qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Yana bir bor assalomu alaykum. 10 metrga 100 metr bo'lgan joyimiz hozir ko'rsatdik. Mana shu joyda usta akalarimiz, Arab aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Asakali usta akalarimiz bitirib berishgan. Arab aka charchamayapsizlarmi? Rahmat, Allohga shukr. Qanaqa bo'lyapti? Necha puldan tushgan bular hozirgi kunda? Aka, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlarga konteyner mahsulot haqida ma'lumot beramiz sizlarga bugun. Konteyner mahsulotimiz Istonoydan chiqadi. Profillarimiz jublaganimizda 4 cm ga 5 cm bo'ladi. Mahsulotlarimiz tekisligini qaranglar. Zo'r. Xo'p, bir martalik material, hozirgi chiqayotgan profillardan %100 baquvvat. Nimaga? Deganda stenamiz 2 bo'ladi aka. Ko'rib turganingizdek, bu shuni tepasi aka 10 metrga 100 metr bo'lgan joyimiz aka. Konteyner mahsulotidan bo'lgan, bez ustun bo'lgan aka. Tepasiga shiperlarni ham qatirib berganmiz aka. Xo'sh. Termalarimiz orasi 120 dan bo'lgan aka. Ha, mana orasi 120 dan bo'lyapti termalarning orasi. Katta zavodlar, tomlarini qilib beramiz aka, xudo xolasa. Lyuboy joyda aytaylik, O'zbekiston bo'ylab aka, zavod, fabrika, to'yxona deysizmi, marojnaxona deysizmi? Mana bu yoqda ham qaranglar. Bir qancha profillari bor. Xo'p, xullas, mana shu yerda ishlab chiqariladi hammasi, ha? Xudo xolasa bukib tayyorlanadi. Xo'p, endi uzunligini qaranglar. Uzunasiga 100 metr bo'lgan joy. Uzunasiga 100 metrlik joy, eniga 10 metrlik bo'lgan. Araboyga qanchagacha bez ustun bo'ladi? Aka, qanaqa obyektlarni bitirib beradi? Hozir to'yxonalarni zakazlarini olyapmiz aka. 18 metrdan tortib 25 metrga bez ustun qurib beramiz aka. Mana hozir ustagalarimiz katta angar yasayapti aka. Konteynerni shivillaridan 6x6 profilidan yasashyapti aka. Buni keyin ko'rsatib boramiz aka, bu tomonni naveslarini ko'rsatib aka. Bo'ldi. Ma'lumotlarini beraveraylik aka. Hop, butun O'zbekiston bo'ylab aka xizmat ko'rsatamiz 12 ta viloyatga. Inshaalloh. Hop, stoykalari ham aka mana konteyner mahsulotidan bo'lgan. Go'zal. Xo'sh. Mana e'tibor bering aka, bez usti 10 metrga bo'lgan joyimiz aka. Uzunasi aytdimmi 100 metr bo'lgan joy aka. Mana ish jarayonlarini ham videoga olib qo'ying aka. Bu yoqda bagarkada kesishyapti, bu yoqda svarka ishlari ketyapti. Go'zal. Xo'p, Araboy aka. Xuddi mana shunaqasi necha puldan tushyapti hozirgi kunda? Aka, bu joyimiz bez ustun holatda aka. Xo'p, 190 ming so'mdan shiperlarga yopib berganmiz aka. Ha, demak shiperini olib bersa, yopib berishlarini 1 kvadratini 190 ming so'mdan aka shiperini bonus qilib berganmiz aka. Agar sizning nomingizdan chiqadigan bo'lsa, shiperlarini bonus qilib beramiz. Xudo xohlasa kraskasini olib berishsa, kraskalar shiperlargacha yopib berasiz. Tunikami, leksami, liboy, na xudo xohlasa. Kraskasini ham bonus qilib beramiz aka. Xudo xohlasa. Bo'ldi, aloqaga chiqaverasizlar. Aka, qayerlargacha xizmat ko'rsatamiz, xudo xohlasa? Aka, Surxondaryo deysizmi, Xorazm deysizmi, Qoraqalpog'iston deysizmi, butun O'zbekiston bo'ylab. Endi Namangan, Andijon, Toshkentni qo'yavering bir qadam aka, xudo xolasa. Xullas O'zbekiston va qo'shni davlatlargacha xizmat ko'rsatilaveradi. Qozog'iston desa, Qirg'izistonlarga chiqib qiladi. Necha pulgacha bo'ladi? 1 kvadrat metri aka 170 ming so'mdan 300 ming so'mga bo'ladi aka. Mijozlarimizdan ketadigan narsa aka, yotoq joy, bittani to'k beradi aka. Hop, tunikalarini olib beradi.
Qolgan barcha mahsulotni o'zimizdan ustalar bilan boramiz aka. Mana e'tibor bering aka, ustalarimiz ishlayapti aka. Ustalar bilan boramiz aka, bitirib berib kelamiz. Xudo xohlasa bo'ldi. Akalar mana ishlar ko'rib turibsizlar. Xudo xohlasa o'ylashimiz go'zal. Past raqamlarni, ya'ni ekranda raqamlarni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Asakali ustakalar, tajriba katta. Xudo xohlasa brigadadan muammo yo'q. Borib ishlaringizni tez va sifatli bitirib berishadi. Aka, 100% kafolat beramiz ishimizga. Bizi nomimizdan chiqsalaring, Xudo xohlasa kraskasi bilan shifrini olib bersalaring, tunikami, leksami, qizig'i yo'q, yopib berishadi. Bonuslarni qilib beramiz aka, sizning nomingizdan chiqadigan bo'lsa. To'yxona, choyxona, marojnoxona, mana samomoykalar, xullas tepasini yopish kerak bo'lgan zamonaviy molxonalar deysizmi aka, angarlar, stadionni tomlarini ham qilib beramiz. Katta-katta zavodlar aloqaga chiqaverasizlar.